Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistonda insoniy haq-huquqlardan mahrum qilinib, lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning o'rniga Xitoylarni yerlashtirishni tashviq qilishga boshlaganligi o'ttirg'i chiqdi. Turkiston Parast to'rining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasi sayohat banisi bilan Xitoyning ikki qismlaridan kelgan Xitoy ko'chmanlarining Sharqi Turkistonning markaziy Urumchiga joylashgan xalqaro cho'ng bozorda Xitoylarni Urumchiga o'ltiraq qilish uchun tashviqot faoliyati olib berayotganligi bildirildi. Shuning bilan birga Urumchi shahri tambojni doiralarining xalqni jalb qilish bahonasida Xitoy ko'chmanlarining chegirdan kirishiga qulaylik yaratib berayotganligi ma'lum. Sharq Turkistonda Xitoy kommunistlarining bostirishlari davom qilmoqda. Bu diyardagi boylar, ziyolilar va sarxillarga qartilgan bostirish doirasida yaqinqi bir necha hafta ichida Qashqar Uyg'ur nashriyotining Uyg'ur xizmatchilarining nurg'unlarini tutqun qilinganligi o'ttirg'i chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okeanga joylashgan bir havo armiya bazasidagi ikki bombardimonchi aeroplanni Janubiy Xitoy dengiziga avatdi. Amerika Tinch okean flotining bayonotiga asoslanganda, Amerikaning Tinch okeanga joylashgan Guam orolidagi Andersen havo armiya bazasidan uchgan B-52 tipli bombardimonchi aeroplanlarining dushanba kuni Janubiy Xitoy dengizida normal uchish elib borganligi aytildi. Amerika Mudofaa ministri James Mattis Amerikaning Suriyaning shimoliy chegarasiga bir qancha kilometr keldigan yerda kuzatish nuqtasi qurdiganligini aytdi. Besh burchaklik binoda muxbirlar bilan ko'rishgan Mattis, Turkiya NATOning bir a'zosi. Ularning Asad rejimi ostidagi Suriyadan kelgan terrorlik tahdidi haqida haqqoniy andishlari bor dedi. Chicago Universiteti qarashliq havo sifati o'lchimi tadqiqot instituti havo bulg'anishi eng og'ir bo'lgan 10 shaharni bağlab chiqdi. Hindistonning Dehli shahri dunyodagi havo bulg'anishi eng og'ir shahri baholandi. Xitoyning Beijing shahri 2-o'ringa tizildi. 3-o'ringa bo'lsa Hindistonning Kalkutta shahri yer oldi. Havo bulg'anishiga qarshi tadbir elinmagan ahvolda texnik xatarlik ahvollarning yuz berganligi haqida ogohlantirish berildi.